Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Şərq Türkistanda peyi bazarga selingan Xitoy şirketləri köpəyməkdə. Xitoy irqiy qirg'inchilikning bir parchasi bo'lgan Uyg'ur majburiy əmgikini davomlashtirayotgan va Sharq Turkistondan chiqqan barliq mahsulotlar majburiy əmgak mahsuloti deb qaralayotgan bir sharoitda Sharq Turkistonda peyi bozorga selingan Xitoy shirkatlari davomli ko'paymoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 23-iyundagi xabarida bildirilishicha, bu yil 4-oyning oxirigacha Sharq Turkistonda AP'yi bozorga selingan shirkat jami 61 bo'lib, bozor qiymati jami 751 milliard 900 million yuanga yetgan. Buning ichida peyi bozorga selingan bir shirkatning bozor qiymati 100 milliard yuandan, 3 shirkatning bozor qiymati 50 milliard yuandan, 13 shirkatning bozor qiymati 10 milliard yuandan oshgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi aloqador organlari har yili pay cheki bozorga selinadigan 100 korxonani tanlab yetildirish, mukofotlash qatorliq vositalar orqali payini bozorga soladigan shirkat korxonalarni davomli ko'paytgan va zo'raytgan. Faqat 2024-yilda Sharq Turkistondagi peyi bozorga selinadigan shirkatlarning tijorat umumiy kirimi 709 milliard 782 million yuanga yetgan bo'lib, Sharq Turkistonning ishlab chiqarish umumiy qiymatining 34,57% ni egallagan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 90-yillarda Sharq Turkistonda peyi bozorga selinadigan shirkatdan jami 14 bor bo'lib, navbatda bu son 61 ga yetgan va qoplagan sohalar texmo kengaygan. Xitoy bu son sifirlarni alohida utuq sifatida tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, buning orqasiga qonga bo'yalgan majburiy emgak, g'oyat zo'r tabiiy boyliqlarni talon-taroj qilib Xitoyga to'shish, ekologiyalik muhitga ig'ir buzg'unchilik qilish, irqiy qirg'inchilikni pardozlash qatorliq turli jinoyatlar yoshirinmoqda. Amerika hukumati 2022-yil 6-oydan tortib rasmiy ijro qilishga boshlagan Uyg'ur majburiy əmgakini cheklash qonunida Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlarning majburiy əmgak mahsuloti deb qaraldiganligi bekitilgan edi va Sharq Turkistondagi bir turkum Xitoy shirkatlari jazo tizimligiga kirgizilgan edi. Undan boshqa bir qism aql ambarlari e'lon qilgan dokumentlarda Sharq Turkistondagi diviziyalarning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatida muhim rol o'ynaganligi, navbatda Sharq Turkistondagi diviziyalarning kontrolligidagi shirkatlarning 2900 ga yetadiganligi, diviziyalarga bevosita yoki vositalik chetiladigan shirkat, korxona va organlarning bo'lsa, butun dunyo miqyosida 862 mingdan oshadiganligidek ichinishli vaziyat oshkorlangan edi. Yevropa İttifaqı Xitoyning monopolligiga qarshi yangi plan tuzdi. Yevropa İttifaqı sanoat strategiyasi oliy amaldori Yevropa İttifaqı davlatlarini o'rtaq siyrak to'pi zapisi qurib chiqishga, bu orqali ta'minlash zanjiri uzilib qolish va Xitoyning iqtisodiy jihatdan qoqti-so'qti qilishidan saqlanishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa İttifaqıning sanoat strategiyasi oliy amaldori Stefan Sijorni bu yildan tartib xaridor chaqirib, yangi xom ashyo manbalarini kengaytirganligini, navbatda barliq Yevropa davlatlarining strategik neft va tabiiy neft zapisi borligini, siyrak to'pidan iborat strategik xom ashyo jihatdami mushundaq qilishi kerakligini ta'kidlagan. Yevropa İttifaqı bu oyda Yevropa İttifaqıning sirtida 13 xil yangi xom material turini qo'zg'atib, siyrak to'pi metallari va kon mahsulotlari ta'minlashini kengaytgan va bu orqali davlat mudofaasi va Osiyo sohasining raqobat kuchini oshirishni nishonlagan. Xitoy bu yil 4-oyda siyrak to'pi eksportiga cheklama qo'ygan va siyrak to'pi eksport qilish uchun yangidan ijozatnoma olish kerakligini belgilagan. Bu sababli Yevropa İttifaqı diplomatlari, avtomobil shirkatlari va boshqa xalqaro shirkatlar ishlab chiqarishning to'xtab qolmasligi uchun bu masalada Xitoy rejimi bilan suhbatlashishga majbur bo'lgan. Xitoy bo'lsa Yevropa İttifaqıning andisiga qarata ko'ngil bo'ladiganligini da'vo qilgan. Oldingi hafta Kanadada o'tkazilgan 7 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Yevropa İttifaqı raisi Ursula von der Leyen Xitoyning savdo tengpungsizlik qilmishini tanqid qilib, Xitoyning siyrak to'pi bozorida asosliq ta'minlovchiga aylanganligini, Xitoy bu monopollikni suhbat ko'ziri qilib qolmay, yana qurol sifatida foydalanib, xalqiliq sohalardagi raqobatchilarini ojizlashtirishga uringanligini tilga olgan edi.
va har qaysi davlatlarni Xitoyning xam material sohasidagi monopolligiga taqobil turishga chaqirgan edi. İran hujum oxirlashtirishning shartini e'lon qildi. İran İsrailiya bilan urush to'xtatish kelishimi tuzganligini rad qilgan bo'lsa-mu, İsrailiya hujumlari oxirlashgan taqdirda o'z hujumlarini to'xtatadiganligining signalini berdi. İran tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi Amerikaning urush to'xtatish kelishimi hosil qilindi degan yaqinqi bayoniga qaramay, İsrailiya bilan hech qanday rasmiy urush to'xtatish kelishimining tuzilmaganligini aytdi. U yana İsrailiyaning hujumlarini to'xtatgan taqdirda Tehronning hujumlarini davomlashtirish niyati yo'qligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo hech qanday rasmiy kelishimning yo'qligini ta'kidladi. Araqchi İsrailiyaning seshanba kuni Tehron vaqti atigan soat 4gacha hujumlarini to'xtatgan taqdirda Iranning qaytirma harbiy harakatlarini oxirlashtiradiganligini bildirdi. Shundaqdimi u Iranning harbiy harakatlarini to'xtatishga munosabatlik oxirgi qarorning keyinchi chiqariladiganligini qayd qildi. İsrailiya bilan İran o'rtasidagi ziddiyat 13-iyun İsrailiyaning Iranning yadro va harbiy aslahalari shundaqli fuqarolarga qarshi havo hujumi qo'zg'ishi bilan boshlangan edi. Bu to'qinish Amerika qismlarining hafta oxirida İsrailiyaning tajovuzchiligiga ishtirok qilib, İranning 3 chong yadro muassasasiga hujum qilishi bilan texmo keskinlashdi. Dushanba kuni İran o'ch elish maqsadida Amerikaning Qatardagi Al-Udeyd havo armiya bazasiga ballistik boshqariladigan bomba etib, rayon xarakterlik to'qinishning texmo kengayib ketish andisini qaytadan kuchaytirdi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.